Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan magazinga yo'l oldim. Magazinga borib produktlar qilib kelishim kerak. Magazin uyimiz oldida 5 minutlik yo'l. Darrov borib kelsa bo'ladi, uzoq emas. Ko'raylik, havo yaxshimi ekan bugun. Ha, ko'chada havo yaxshi, qor yo'q, yomg'ir yo'q. Sovuq emas, unchalik normal havo. Darrov borib produktlar qilib kelamiz birga. 5-6 inson o'tib oldik. Mana shu magazin. Bityoshka uyimiz oldida. Kiramiz, korzinka olamiz bitta. Va boshlaymiz bir tarafdan. Nimalar bor ekan? Nimalar arzon, nimalar qimmat. Mandarin olamiz. 1 kilo. Pomidor 1 kilo. Olgan narsalarimni uyga borib, nima olganlarimni ko'rsataman.